Dunyoda ikki xil turdagi o'quvchi bor. Birinchisi dars qilayotganiga 6 soat bo'ldi. Uchinchi qahvasini tugatdi va hali ham kitoblarini qayta o'qib chiqib, o'ziga kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni belgilab chiqyapti. Ikkinchi turdagi o'quvchining esa qisqa 2 soatlik o'quv rejimi bor. Va u rejimda u aynan nimani va qaysi yo'llar bilan qaytarib chiqishni yoki o'rganib chiqishni aniq biladi. Va vaqtini keraksiz ma'lumotlarni to'liq o'qib chiqishga yoki belgilab chiqishga ketkazmaydi. Va oxirida kim yaxshiroq natijaga erishishini menimcha bildingiz. Va bu men aytgancha. Nima? Men 3 barobar ko'proq o'qidim-ku. Men shaxsan bu o'quv yilida bir vaqtning o'zida informatika olimpiadalarini, veb dasturlashni, IELTSni, SATni, kollej esselarini o'qidim va xudoga shukr hammasiga yaxshi natijaga erishgan holda akademik dunyodan tashqari mashg'ulotlarga ham vaqt ajrata oldim. Va bu men juda ham ko'p soatlab o'qiganim uchun emas, balki shu videoda ko'rsatiladigan usullar yordamida qisqa vaqt mobaynida ko'p narsa o'rganib olganim uchun bo'ldi. Va keling endi shulardan birinchisiga o'tamiz. Birinchi o'rinda dars qilishingizni soatlar bilan o'lchashni to'xtating. To'g'ri, o'quvchi sifatida qanday dars qilganingizning o'rniga qancha dars qilganingizga bog'lanib qolish oson va bu oddiy hol. Chunki har safar dars qilganingiz sizga qanchalik foydali va effektiv bo'lganini hisoblash bu oson ish emas. Lekin soat sizga to'g'ri javobni hech qachon ko'rsatmaydi, balki uni yashiradi. Misol uchun sizda o'qish uchun 5 soat bor deylik. Va bu 5 soatni siz kitoblarni to'liq o'qib chiqishga, belgilagan narsalaringizni yana qayta ko'rib chiqishga ketkazsangiz bo'ladi. Yoki-da shu 5 soatni o'zingizni test qilishga, o'rgangan narsalaringizni boshqalarga o'rgatishga va xatolaringiz ustida ishlashga ketkazsangiz bo'ladi. Va bu ikkita yo'lning natijasi butunlay har xil. Hop, endi to'g'ri fikrlashni o'rganib olganimizdan keyin ikkinchi yo'lga o'tsak ham bo'ladi. Ikkinchi usul esa bu 80 ga 20 qoidasi. Bu qoida shunday yangraydi. 100% qilgan ishimizning 20%igina natijaning 80%ini olib keladi. Ishimizning qolgan 80% esa natijaning 20%igina olib keladi. Va bu qoida nafaqat o'qishda, balki dunyodagi barcha boshqa yo'nalishlarda ham ishlaydi. Va biz shunchaki o'sha 80% natijani olib kelayotgan 20% ishimizni topib olib, o'shani keyin ko'proq qilishimiz kerak. Misol uchun bir imtihonga tayyorlovchi kitob o'qiyapmiz va undan kerak bo'lib qolish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni belgilab chiqyapmiz. Ya'ni har ehtimoliga qarshi o'rganyapmiz. Keyin esa o'sha imtihonga tayyorlovchi bir sinov testini boshladi. Bu sinov testi biz tushunmagan bir masala chiqib qoldi. Masalani ishlashni bilmaymiz. Keyin u masalani qanday ishlashini internetdan qidirdik, sun'iy intellektlardan o'rgandik, yana keyin o'sha kitobdan ham o'rgandik va oxiri ishladik. Ya'ni o'sha ma'lumotni bizga kerak bo'lgan paytida o'rgandik. Endi u ma'lumot uncha-munchaga kallamizdan chiqib ketmaydi, chunki biz uni joyida ishlatdik ham. Haligi har ehtimolga qarshi o'rgangan ma'lumotlarimiz esa ishlatilmasligi aniq emas va katta ehtimol bilan 2-3 kundan keyin kallamizdan shunchaki chiqib ketadi. Va bu misolda har ehtimolga qarshi o'rganishimiz 80% ish, 20% natija. Joyida kerak bo'lgan paytida o'rganishimiz esa bu 20% ish, lekin 80% natija. Va bu 80 ga 20 qoidasining ishlatilishining faqat bir misoli. Siz o'zingizni o'sha 20% ishingizni topib olishingiz uchun bir savol bering. Agarda imtihonga yoki shu ishimni tugatishimga 2 soatim qolganida nima qilgan bo'lardim? Va siz 2 soatingiz qolganida ani kitobni to'liq o'qib chiqmaysiz. Boshqa muhimroq narsa qilasiz. Va o'sha muhimroq narsangizni keyin ko'proq qiling. Uchinchi usul esa bu ishlaringizni guruhlashtirib oling. Bir kontekst o'zgarishi degan narsa bor. Ya'ni miyangizning fikrlashi nimadirni o'qiyotganingizda boshqacha, yozayotganingizda boshqacha, masala ishlayotganingizda boshqacha bo'ladi va bir fikrlashtiruvdan ikkinchi fikrlashtiruvga o'tish sizdan vaqt va energiya talab qiladi. Aytaylik, siz 1 soat matematika milliy sertifikatining qiyin masalalarini ishladingiz. Keyingi qiladigan ishingiz esa bu 1 soat essay yozish va qattiqqo'l aniq matematik fikrlashdan ijodiy essay yozadigan fikrlashga o'tib o'rganib olganingizgacha 15 minutcha vaqtingiz ketadi. Shuning uchun biz iloji boricha shu kontekst o'zgarishlarini kamaytirishimiz kerak. Buning uchun esa biz bir-biriga o'xshab ketadigan, bir xil fikrlashtiruvni talab qiladigan ishlarimizni guruhlab olishimiz kerak. Aytaylik, siz oldin birinchi matematikadan misollar ishlardingiz, keyin tarixdan essay yozardingiz, keyin fizikadan masalalar ishlardingiz, keyin biologiyadan essay yozardingiz. Lekin ulardan guruhlab olganingizdan keyin siz oldin tarix va biologiyadan essaylarni birga sразу yozib olasiz,
keyin matematik va fizika masalalarini ketma-ket ishlaysiz. Va natijada biz kontekst o'zgarishlar sonini 3 tadan bittaga tushirdik. 4-inchisi bu o'zingizga cheklovlar qo'ying. Bir eski lekin haligacha mashhurligini saqlab kelayotgan gap bor. Ya'ni Parkinson qoidasi. Har bir ish unga ajratilgan tugash muddatini qoplash uchun kengayadi. Aytaylik, bir ishga juda ham uzoq deadline yoki tugash muddati qo'ydingiz va har safar u ishga kelganingizda, hali shuncha soatim, haftam, oy bor-u, nima qilaman hozir shuncha ish qilib deysizda, juda ham kam ish qilasiz. Lekin aksincha juda ham qisqa tugash muddati qo'ysangiz, miyangiz kam vaqt qolgani uchun sizni ko'proq ish qilishga undaydi. Va natijada baribir o'sha ishni bajarasiz. Qanchalik sodda yoki kulgili eshitilmasin, siz bir ishga qo'ygan deadline'ingiz uni qanchada tugatishingizni ko'rsatadi. Shuning uchun keyingi safar masalan dars yoki любой ish qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga o'sha ishni o'rtacha qilinish muddatidan 10-20% qisqaroq vaqtga taymer qo'ying. Va o'sha taymer tugagunigacha o'sha darsingizni tugatishga harakat qiling. Va menga ishoning, oxirida qanchalik tez ishlay olishingizdan o'zingiz hayratlanasiz. Va shu joyda agarda kimgadir mening shaxsiy hayotim va chet elning top universitetlariga qanday tayyorlanayotganim qiziq bo'lsa, videoni sal kichiklashtiring, kanalimni ustiga bosing va tagidagi silka bilan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. 5-usul bu darsingizdagi mental kuch talab qilmaydigan ishlarni birinchi qilib olish. Shu darslardagi ishlarni 2 xil turga bo'lib olaylik. Birinchisi bir xil vaqt talab qiladigan, ikkinchisi har xil vaqt talab qiladigan. Bir xil vaqt talab qiladigan ishlar bu ko'pincha fizik ishlar. Masalan, flash kartalar yozib chiqish yoki rasmlar qidirish yoki shunga oid boshqa ishlar. Har xil vaqt talab qiladigan ishlar esa bu miyani ishlatadigan mashg'ulotlar. Masalan, essay yozish, g'oya qidirish yoki masala ishlash. Agar har xil vaqt talab qiladigan ishlarni birinchi qilib qo'ysangiz, ular Parkinson qoidasi bo'yicha o'sha ajratgan vaqtingizni teng taqsimlab, to'liq qoplab qo'yadi. Natijada fizik ishlaringizga vaqt qolmaydi. Shuning uchun oldin fizik ishlaringizni birinchi qilib oling. Chunki ular deyarli har doim bir xil vaqt talab qiladi. Natijada mental ishlaringizga ham vaqt qoladi va ularning yana o'sha Parkinson qoidasi bo'yicha ko'proq ish qilgan holda qisqa vaqt mobayniga sig'dira olasiz. Endi esa oxirgi usulga ham o'tsak bo'ladi. Oxirgi 6-usul sun'iy intellektlardan unumdorlik foydalanish. Dars qilishni osonlashtiradigan va tezlashtiradigan eng zo'r sun'iy intellektlardan biri bu Notebook LM. Notebook LMning saytiga yoki ilovasiga siz o'qishga erinayotgan katta bir tekstingizni yoki faylingizni yuklasangiz, u sizga undan bir flash kartlar yoki tushunishga oson bo'lgan slaydlar yoki hattoki podkast yasab berish mumkin. Natijada siz kerak emas bo'lgan 80% ma'lumotni o'qib chiqishning o'rniga 80% natijani olib keladigan 20% eng muhim ma'lumotlarni oson yo'lda ko'rib yoki tinglab tushunib olasiz. Qisqa vaqt mobaynida o'qish jarayoningizni tezlashtiradigan sun'iy intellektlar tiqilib yotibdi va hammaning o'zining tanlovi bor. Muhimi sun'iy intellektni noto'g'ri ishlatmaslik. Men sizlarga sun'iy intellektning masalalaringizni ishlab berishga yoki essaylaringizni yozib berishga ishlating demayapman. Balki o'quv jarayoningizni tezroq, unumdorliroq va eng muhimi qiziqarliroq qilish uchun ishlating deyapman. Va Notebook LM buning uchun eng zo'r misollardan biri. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va dangasalikdan qutulmoqchi bo'lsangiz, mana bu videoni ko'ring.